البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Ali, Abla, nima uyushirib olganing? hech nima, Ko'rib qoldim, bir varaq qog'ozni kayningga tiqib olding-ku. hech nima dedim-ku, sening nima koring? Bu degan o'zimning ishi. Nimani uyushirganingni bilib qoldim, Ali. Nimani bilib qolding? Qo'lingdagi qog'oz bu mavsumlik imtihon natijang, shundaq-ku? Olgan nomerlaringning tavalligidan qog'ozingni ko'rsatmayotsan-ku deyman. Yo'q, undaq ish yo'q. Qalaymiqam faraz qilma, Fatima. Cho'qim shundaq, haqiqatan ba'zi fanlardan o'talmading. Bo'ldi qil, bo'ldi. Heli bekor buvamga deb qo'yman. Agar deb qo'ysang, mendan qutulamaysan, juma. Bova, bova, bova. Sadaqallohul azim. Bova, uning o'zing bir gap qilgani, meni yana teriktiryotdi. Ishqinglarga yana nim bo'ldi? Men dey bova. O'g'lim, o'zingni tutilib degin haqini. Zode nim bo'ldinglar? O imtihon natijamni masxara qilyapti bova. Shundaqmi? Bu yaxshi bo'lmabdi. Alloh taolo insonlarni o'zaro masxara qilishdan to'sqan. Singling qani, Fatima, qanisan qizim, bu yoqqa kelgina. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Anglasam akangni masxara qilibsan. Shundaqmi qizim? Akangning deganlari rostmi? Kechiring buva, men faqat uningga chaqchaq qilib qo'ygandim. Mundaqda qizim. Musulmonlar bir-birini masxara qilishsa, bir-birini kamsitsa, boshqalarning shaxsiy ishlariga aralashsa, qat'iy bo'lmaydi qizim. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Bismillahirrohmanirrohim. Ey mo'minlar, bir qavm yana bir qavmni masxara qilmasin. Masxara qilingan qavm masxara qilguvchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarmi o'zaro masxara qilishmasin. Masxara qilinuvchi ayollar masxara qilguvchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayiblamanglar. Bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirmanglar. Sadaqallohul azim. Bolalarım, payg'ambarimizning bir hadisi esimga kelyapti. Men sizlarga uning mazmunini deb beray. Esinglarda chin saqlanglar. Mo'min insonga adovat saqlash yarashmaydi. U aytmoqchi bo'lgan so'zlarni obdan o'ylanib so'zlaydi. Bu nasihatimni unutib qolmanglar. Men anglab baxmagan gaplar ishkan-ku. Islom dini bularni insonlar o'zaro azarlashmay inoq o'ssin deb buyurgan. Meni kechiring buva. Men faqat akamga chaqchaq qilishni o'ylabdiman. So'zlarimning uningga buncha vala ig'ir keldiganligini o'ylamabdiman. Qizim, chaqchaqmi joyida bo'lishi kerak. Endi berib akangdan kechirim so'ragin. Ma'qul buva. Islom axloqi nima degan yaxshi ha buva? Islomda buyurilgani bo'yicha yashasak, hamma ishlarimiz ko'ngildagidek bo'ladi qizim. To'g'ri aytdingiz buva. Meni kechirgin aka. Kechirdim singlim.
Bova, endi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның hayatı hakkında yana sözlep bersanız bo'pti ekan. Oxirgi bekmi qiziqib qelyapman. Topshirig'inglarni ishlab bo'ldinglarmi? Ha, ishlab bo'ldik. Bova, qani boshlang. O'tgan qatim Abrahaning cherkovga kirgan yeriga kelgan edik. Bu nima ish endi? Buni qaysi qop yurak qildi? Bu tunugim bundaq emasdi oliylari. Rahib, sen bu yerning nemasiga qarayotsan? Bosh qo'mondonni chaqiringlar. Buni zodi kim qildi? Darhol aniqlab chiqsin. Buni Yamanlik arab qabilasi qildi. Arab qabilasimi? Shunda qarovul va kuzatchilarni so'roq qilgan edim. Ularning hammasi tunugin bir arabning cherkovga kirganini ko'ribdi-yu, lekin chiqqanini ko'rmabdi. Bu arab cherkovga yushirinib olib, cherkovdagi narsalarni buzib chiqibdi. Elsi atlagan cherkovga kelgan ziyoratchilar bilan billa Bahramon chiqib ketibdi. Qap yurak cherkovni qalaymiqon qilishga qandoq petingandi? Arablar bu cherkovning nima uchun yasalganini bilib qolgan o'xshaydi. Shunga cherkovda buzg'unchilik qilibdi. Bu arablar haj vazifasini Ka'bada ado qildigan bo'lg'achqa, Ka'bani bakmi ulug'laydi ekan. Vo ahmaq yalan to'shlar, podichi yavoyilar, ularning adivini raso bir bamisam, Abraha bo'lmay ketay. Xap to'xtab turish, har qaysingni jiningdan judo qilib, Ka'bani tuzlib etmasam, qo'mondon baş ustiga olinglar. Darhol qo'shin tayyorla, ularni yer bilan yakson qilib o'taman. Mana Quraysh qabilasining cho'ng'imi kelib qoldi. O'zingni so'rayli. Hammanglarga salom, Quraysh cho'nglari. Salom Abdulmutallib. Abdulmutallib bizga yordam qilgin. Jiddiy ish bor deb odam avatib ketgansizlar. Nima ish bo'ldi? O'zlari tex xabar topmagan o'xshaylar. Zodi nima ish bo'ldi? O'zlariga Yamandan biror xabar kelmagan o'xshamamdi. Habasistonliklarning ishini davotamsan. Albatta shu ish bo'lmamda. Anglasak ular biz tarafga qo'shin tortib kelyapti-dekmish. Bu ishonchlik xabarmi? Meningcha mish-mish gapdakmi qiladi. Nim bular, nim emas, shundaqdimi ularga qarish qurollanib tayyor turganimiz yaxshi. Agar ular rastulli qo'shin tortib biz tarafga kelayotgan bo'lsa, qandoqmi qilarmiz? Sizlar qandoq qilishni o'ylashyapsizlar? Arab qabilalarining hammasiga xabar qilayli. Yamanliklar kelishdan burun hamma qabila birlashib, ularga qarshi qurollansin. Hamma qabilani birlashtirishga ishonchinglar bormi? Bu qani esla. Biz arablar ko'chman qabila. Qabilalar har tarafga tarqoqlashib yashaydigan bo'lg'achqa, har kim o'z ishi bilan mashg'ul. Sirtqi dunyodan bexabar yashaydi. Bundaq vaziyatda ularni qandoqmi birlashtirgili bo'lsin? Eng avval Ka'baning muqaddasligiga ishonadigan mana biz birlashayli. Maqsadimiz o'zimizni va Ka'bani qo'g'dash. Bu maqsadda cho'qim birlashalaydiganligimizga ishonaman. Kichik ishlardami bir-biri bilan urushib yuradigan bu qabilalarni birlashtirishni shundoq oson chog'lavatamsan. Qo'l qo'shtirib o'ltirishdan ko'p yaxshi-ku. To'xtab turinglar. Abdulmutallib tehi o'z fikrini o'tirg'i qo'ymadi. Meningcha Ka'bani qo'g'dashdagi muqaddas ishni Allohga topshiringlar. Chunki Alloh Ibrohim va Ismoilni Ka'bani bino qilishga buyurgan. Bir Allohla Ka'bani qo'g'dashga qodirdir. Durust, barhaq. Qo'shin tayyor bo'ldimi? Yo'lga chiqsak bo'lamdi. Tayyor bo'ldi janoblari. Otliq va piyoda bo'lib 60 ming kishilik qo'shin janoblarining buyrug'ini kutib taxt turibdi. Yana bo'ldi. Menga pillarning gapini qil. Jangda muhimi pil. Eng kuchli pildan 13 ni tanladik. Eng cho'ng pilni sapning oldiga tizdik. Pilning ismi mo ko'ndirguchisining ismi mo Mahmud ekan. Mahmud shundoq oliylari. Mahmud. Uni hammasi shundoq atishidi. Bu ism menga faqat yoqmadi. Uning ismi Hasan bo'lsin. Demak, hamma qo'shin tayyor bo'ldi, shundaqmi? Shundoq janoblari. Hamma sizning buyruqlarini kutyapti. Yaxshi. Oxirgi tayyorlik bitsin. Bu yalon to'shlarning adivini berish uchun yo'lga chiqamiz.
Atrofni charlab o'tib 20 chaqirim nerda bir turkum arab qabilasining otliq qo'shinini ko'rib qoldik. Zunafar ismli qo'mondonning boshchiligida bizni kuzatayotgan ekan. Ularni tutib oldik. Zunafar degan kimkan u? Yaman xalqining qatvoshlaridan biri. Jami qancha odami bor ekan? 150 tak odam bor ekan. Odamlaring bilan berib, ularni darhol oldimga etkal. Bosh ustiga. Nima ovoz bu? Bilmedim alileri. Qaravul, nima varanchiroq bu? Qo'mondonimiz asirlarni elib kelibdi. Xush kelding, qo'mondon. Yashab keslar alileri. Ep keldingmi? Shundaq alileri, hammasini ep keldi. Yaraysan, qo'mondon. Ularning qo'mondoni nada? Sirtda janoblarini qabul qilishini kutyapti. Uni ep kelinglar. Allah xolisa, ata Qurayshning Abraha haqidagi qarorini so'zlab bergach, hikoyamizni davomlashtiraylik, bolalar.